Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlarga taklif qilmoqchi bo'lgan hovlimiz shaharning eng nufuzli rayoni, Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan. Hovlini ko'radigan bo'lsak, kirganimizda mana shunaqa chiroyli manzara kutib oladi. Undan keyin hovlini ikkinchi tarafiga o'tadigan qismi bor. Ikkinchi tarafiga noqib o'tamiz. İnşallah ko'rsanglar, bu yerda bizda letniy kuxnya joylashgan, yozgi oshxonamiz, basseyn, o'tiradigan joyimiz va hovlimizning ikkinchi taraf fasadi. Shu yarim sotuv kirib kelamiz. Chiroyli oshxonamiz, o'tiradigan joylari bilan bu ikinchi kiradigan joyimiz. Bu yerda kichkinagina hol, kichkinagina bitta xonamiz bor. Yuvinish xonasi. Katta zalimiz joylashgan. Ko'rib turgan mebel texnikalar hammasi qoladi. Hammasini qoldiramiz. Endi ikkinchi qavatni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizda yotoqxonalarimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi yotoqxonamiz. İkinci yotoqxonamiz. Va bu yerda uchinchi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizda o'zini sanuzellarigacha bor. Bu bizning podvolimiz. Podvolimizda bizda kir yuvish xonasi va kotelniy. Sistemani ko'rishingiz mumkin. Hammasi yaxshi narsalar ustimovka qilingan. O'zligi uchun yaxshi narsalar o'rnatilgan ekan. Yana bitta bo'sh xonasi bor.